Selam dostlar. Sport turunda jay kunida unuturga yaramay. Shunga ko'ra bugun men sizni sport bilan shug'ullanish uchun top 5 o'rin bilan tanishtirashaqman. Ketdik. Birinchi o'rin albatta Uran parki. Uran parki bilan men sizni tanishtirgan edim endi. Lekin qabatlab ketam. Bu park Rossiyaning eng zo'r ekstrem parki. Bunda 8 zona bor. Shunga ko'ra bunda kelgan har bir kishi o'zining ko'ngilga yaqin bo'lgan shug'ul topa oladi. Maksim Gorkiy ismidagi O'zak madaniyat hamyol parki. Bunda komand sport turlari uchun minadigan o'rin. Yashil gazon futbol ham joyiga xokkey uchun, roliklarda ham skateboardda yurish uchun maxsus o'rinlarda bor. Uchinchi o'rin Ximiklar madaniyat yurti yonidagi Noratli park. Bunda futbol ishida, yugurish ishida, skateboard ishida maxsus o'rinlar bor. Shulayuq trenirovkalardan so'ng turniklarda turli ko'niklar ishlab bo'ladi. Puretskiy parki. Bu futbol ham basketbol yaratuvchilar uchun o'rin. Shulayuq bunda velosipedlar uchun maxsus yo'llar, skateboardlar uchun maxsus zonalar bor. So'nggi o'rinimiz port. Yilg'a porti yonidagi yorda sport yaratuvchilar uchun o'rin bek ko'p. Bunda rolikda, samokatda yurib, tryuklarda yasab bo'ladi. Lekin do'stlar, yo'l kunlarida bunda kishi ko'p bo'ladi. Sport o'zi bir turmush. Shunga ko'ra do'stlar, aydagi parklarga chiqib, salomatligimizni saqlaylik, sog' bo'linglar.